Mana hozir kirib kelyaptilar, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Koridorda kelishlarini bellari qiyshayib qolgan. Hozir oldi tarafdan ham ko'rsataman. Oldi taraflardan ham qiyshovliklari bilinyapti. Endi muolaja qilganimizdan keyin ahvolni ko'rasiz. Assalomu alaykum hammaga. Demak do'stlar, akamni qiyshayib qolganlarini yurishlarini ko'rdinglar. Necha millimetrmi, qanaqa ahvolda kelganlarini bitta so'raymiz. Hozir ahvol undan boshqacha. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, o'zlari bitta yurib beradilar. O'sha vaziyatni ham ko'rishingiz mumkin. Hozir uni ochiqlamaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Siz bitta akamizni, bizga kelgan bemorimiz tavsiyalari bilan kelgansiz. 6 yil oldin kelgan bemor. 6 yil oldin kelgan bemorimiz tavsiyasi bilan keluvdilar. Aka, xo'p, necha millimetr grija bilan keldingiz? 8,5 millimetr o'ng tarafga, osilgani 12,5, 21 общий. Katta millimetr grija bilan keluvdilar. Qiyshaygan ahvollarni ko'rgansizlar. Videoda ham to'liq ko'rinmagan. Mana qiyshayib qoluvdi birinchisi. Yurish iloji yo'q. Qiyin edi. Shu o'shaganiga qancha bo'ldi? 1 oy bo'lib qoldi. 1 oylardan beri qiyshayib yuribdi. Nimalardir ham qilishga baribir urinib ko'rgansiz? Yo'q, umuman ilojim yo'q. Yurolmadim. Yoningizga zo'rg'a keldim o'sha. Juda qiyin ahvol bilan keluvdilar. Hozir mana bir kurs qildik, 2 kurs qildik. Og'riqlar bor edi. Ikkinchi kurs tugab, uyga borib mashqlar qildingiz. Mashq qilish boshladim. Ikkinchi kuni sirazi sezildi. hamma yoqda og'riq to'xtadi. Mana do'stlar, hozir o'zingizlar yurishlarini muolajadan keyin ko'rishingiz mumkin. Grija muammolari bo'lsa, pastki nomerga murojaat qilib kelaverasizlar. Hozir qizdirish, keyin barmoqdan osish jarayonlari, keyin yana bitta akam kameraga yurib ko'rsatadilar o'zlaridagi o'zgarishni. Aka, yotib olamiz, mikrofonimizni olib olaman shunda. Xo'p. Pastga qarab yotib olaverasiz. Hakamni hozir qizdirish jarayonlari, bu yoqda ikkinchi bemorimiz ham qizdirish jarayonlari ketyapti. Do'stlar, shunaqa avval qizdirib olamiz, keyin bo'lsa oyoq barmoqlaridan osamiz. Barmoqdan osish texnikamizni mazmuni shundan iboratki, barmoqdan osilgan paytda umurtqa pog'onasi butun ves pastga qarab osilib turish natijasida cho'zilish yuziga kelganda disk uchora kichrayadi. Bizda dori-ukol tabletka yo'q, bitta ham tabletka ham dori-ukol ham qilmaganmiz bemorga va aynan cho'zish, undan tashqari uyga berilgan vazifalar 4 kilometr kuniga piyoda yurish. Uyga berilgan mashqlarni обязательно har kuni bajarish. Shular natijasida alhamdulillah hozir ahvollari ancha yaxshilar. Katta millimetrli grijada polni tiklanib ketib, hamma ishni qila olishlari, og'ir yuklar ko'tara olishlariga 1 oylar taxminan vaqt ketadi. Chunki 1 oy mobaynida umurtqa pog'onasi siqilib turgan va 1 oy mobaynida inshaalloh ochilib ketadi. Endi akamizda og'riqlar hozir yo'q, absolutni. Endi xudo xolasa ishga chiqaman deyaptilar. Biz ruxsat berdik, bemalol qanaqa yumush bo'lsa, qilursalar bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa xohlagan yumushinglarni qilib, xohlagan ishinglarni qilib, katta grijadan yo'l-yo'lakay, shunchaki hamma ishni uydagi ishlarni ham qilib turib, yo'l-yo'lakay qutulib ketishni qiynalmasligini xohlasanglar, pastki nomerga murojaat qilib kelaverasizlar. Biz ozgina qizdirib olib, keyin bo'lsa qirsillatib manual terapiya qilish jarayonlarini boshlaymiz. Qo'yib berasiz aka. Oh. Gap yo'q. Ikkinchi tarafga qarab olamiz. Bo'sh qo'yib berasiz, bo'sh. Yumshab ketgan, o'sha shim bilan qirsillayapti, gap yo'q, zo'r bo'pti. Hozir oyoqlarni bolalar boylashadi, qo'llarni tortaman, bo'yinlarni tortaman va osilish jarayonlarini ko'ramiz. Bosh. Aka, bu nima deysiz? Osilish jarayoni haqida bir ayting, qiyin bo'lmaydimi? Birinchi boshida bir qiyin bo'ldi, keyin safar уже o'rganib qoldik, yaxshi. Osilsa bo'ladi. Juda ham yaxshi. Ko'pchilik misol uchun osilishni o'ylashadi, barmoq uzilib ketmaydimi? Barmoq tepda qolib ketadi. Yo'q. Bunaqa narsalar yo'q. Yo'q, unaqa narsa. Barmoq joyida turibdimi? Joyida, Xudoga shukr, zo'r. 2 safardan beri har safar 3 martadan osilganlarida 6 marta. Bugun 2-marta bugunning o'zida jami 8 marta osilgandan keyingi ahvol hozir ko'rasizlar qani. Qanaqa darajada? Baqirallami, voydod to'g'rallami, imom o'shani ko'ramiz. Alloh darajada. Bo'sh qo'yib berasiz. Hoppa. Oyoqlarni mana tortish jarayonlari bo'sh ketdik. Aka, shunday bitta video. Bismillah ketdi. Akamizni mana 1 2 3 4 5
hamma go'sht tursak, akamni 5 ta savoli bor edi. 2 millimetr katta. Effektni yana ham yaxshi qilishimiz uchun. Endi oyoqlarni yechgandan keyin akamdan so'raymiz. Mana men sog'lom holatdaman, akam 8 millimetr grija bilan. Ikkalamiz turishimiz bir xil, deyarli farq yo'q. Oldingi safarlari akamiz mana shunday turuvdilar bizning yonimizda. Bir taraf deydi. Kechayib, alhamdulillah, tavsiya qilasizmi? Обязательно. Kelinglar, agar ishonsalaring kelinglar. Bu yerda hech qanaqa fake narsalar yo'q. Dori-kol asosiysi. Bu kishidan bir ukol beldan urib Yo'q, olishlar. yo'q. Hammasi Mas suramiz. Manual terapiya bo'ldi. Manual terapiya qirsinlatish osish. Ko'rib turibsizlar, to'g'rimi? Kelgan videomni ko'rgan bo'lsalaring, shunaqa darajada keluvdik mana soqollar xuddi shunday olmadik ateylab. Endi aka, safar endi chiroyli kelamiz. shunaqa narsaki, griji kichraysa qo'yib yuboradi-da. Dori-kol bo'lmagandan keyin sizlar yutug'inglar xudo xolisa oldingidan endi pasaydi. Faqat maqsad shuni ushlab qolib va bundan ham cho'zish, uni uyda amalga oshirasiz. Mashqlarni yana davom ettirib turasiz. Mashq bugun ertalik emas. Xudo xolisa 3 oy, 4 oyga yetadigan sizga mashq berilgan. Sonini oshirib borasiz, sekin-sekin kundan kunga bundan-da yaxshilanadi. Bitta yurib berasiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling, xonaga kirib olaverasiz. Xo'p, mana. Akam yurishlari cho'tki. Hammasi zo'r. Agar shuni xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni asrang.